Qabriston odamlar bilan gavjum, bir keksa ayol vafot etgan. Shuni dafn qilish uchun kelganlarga go'rkov bir nimalarni tushuntirar, Alloh o'zi kechirsin, astag'firulloh, qanday gunoh qilgan ekan-a, o'zi kechirsin deb pichirlab kuyardi. Bir qancha bahs munozaralardan keyin go'rkov odamlarga qarata dedi: "Bu marhumani qabr qabul qilmayapti. Qanday gunohi bor bilmadik. 3 qaytadan urindik ham yerga qo'ya olmayapmiz. Allohimga duo qilib so'raylik hammamiz. Gunohini o'zi kechirsin" dedi. Shu payt kimdir "Astag'firulloh, ilonlar" dedi. Mayit ustiga bir necha qora ilonlar o'rmalab chiqa boshlaganda, go'rkov mayitni ilonlardan tozalashga qancha urinmasin, ilonlar qaynab chiqayotgandek ko'paygandan ko'payardi. Bu yerda marhumani turmush o'rtog'i bormi? Imom o'rtaga chiqib ovoz berdi. Odamlar orasidan bir inson chiqib keldi. "Men", dedi past ovozda haligi odam. "Balki siz aytarsiz, bu ayol qanday odam edi? Nimadir qilgan ishlari Xudoyimga xush kelmagan yoki birortasidan qarz olganmidi? Yoki birovning haqqiga xiyonat qilganmidi? Meni oilamda 2 o'g'lim va 1 qizim bor edi. Bundan 13 yil oldin katta o'g'lim avtohalokat tufayli vafot etib, uni 3 farzandi bilan kelinim yolg'iz qoldi. O'g'limni o'limidan keyin xotinimni ularga nisbatan muomalasi o'zgardi va oradan hech qancha fursat o'tmay uydan haydab soldi. 3 nabiram bilan kelin otasinikiga yashayapti. Men kichik o'g'limni olib Rossiyaga ishlashga ketdim. U yerda ishlab yurib, kichik o'g'lim bir kuni oshnalari bilan cho'milishga ketib qaytib kelmadi. Na tirigini va na o'ligini topa olmadim. Ancha pul jamg'arib, nabiralarimga uy olgin deb xotinimga yuborgandim. Men unga ishonibman. U bo'lsa uy olish o'rniga yuborgan pullarga qizim Saidaga taqinchoq, zeb-ziynat olib beribdi. Qolganini o'zini xarajatlariga ishlatib yuborgan ekan. O'g'limni yo'qotib qo'yib, ishlagim kelmay uyga, ya'ni Toshkentga qaytib keldim. Qizimni chaqirib, "Onang senga yetimlarni haqqi bo'lgan pulga olib bergan ziynatlarni taqishga uyalmadingmi? Yetimlar seni jigarlaringni bolalari-ku, ularga iching og'rimayaptimi?" deb so'rasam, qizim: "Nevara sizniki bo'lgani bilan kelin begona. Nevaralaringiz katta bo'lib, o'zini yo'lini o'zi topib ketishadi." Bu gap uchun qizimni og'ziga tarsaki tushursam bo'lardi. Meni ham tushuning. Bir o'g'lim vafot etdi. Ikkinchisini yo'qotib keldim. Shundan keyin uydan bosh olib chiqib ketganman. Yetimning haqqini yegani uchun, birovning haqqini yegani uchun qabr qabul qilmayapti. Ilonlar Allohdan yuborilgandir. Ular mayitdan yetimlar haqqini so'rashga keldilar. Yetimlarga uydan joy bermagani uchun marhumaga yer o'zdan joy bermayapti, dedi imom xalqqa qarata. Janoza o'qildi. Imom xaloyiqqa qarab bir duo yozilgan qog'ozni berdi. Hamma shuni o'qib duo qilsin. Biz ham bir kun huzuringga borguvchimiz. Allohim shu bandangni qilgan gunohlarini o'zing kechirgin. Hamma turganlar yig'lardilar. Marhuma haqqiga duo qildilar. Ota qabristonda bo'lgan voqeani kelib qizga aytib berdi. Qiziga onasi haqqiga duo qilib ibodat qilishni so'radi. Ertasiga qabristonga borgan qiz dahshatdan qotib qoladi. Mayitni itlar talab, sudrab yotardilar. Qiz bir kuni o'zining ham holi shu bo'lishini o'ylab, borib akamning bolalarini uyga olib kelaman. Taqinchoqlarimni ham ularni xarajatlariga beraman deb yo'lga chiqdi. Ammo bir soatlarda ota yana bir mashhum xabarni oldi. Qizi yo'lda avtohalokatga uchrab vafot etibdi. Yo Robbim, bandalaringni bilib bilmay qilgan xato gunohlarni o'zing kechirgin. Ota borib nevaralari va kelinini uyga olib keldi va ularga aytdi: "Shu eshikdan avvali va oxiri o'tganlar haqqiga ibodat qilib, duo tilovatlar qilinglar bolalarim", dedi. Azizlar, ushbu hikoyadan o'zingizga tegishli bo'lgan xulosani chiqara olgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Boshqa hikoyalarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.